Assalomu alaykum. BSda to'g'riqchalar trapetsiya berilgan AB yon tomonimiz to'rtga teng va AOD BO uchburchak yuzlari ayirmasi oldiga teng bo'lsa, bu yerda O diagonallar kesishgan nuqtasi ikkinchi, ya'ni BSda yon tomoni uzunligini topishni so'rayapti. Demak, uchburchaklar yuzlari ayirmasi oldiligidan foydalanib, keling biz bu uchburchakning yuzini S, AOD uchburchakning yuzini S plus 6 deb belgilab olamiz. Ma'lumki, trapetsiyada istalgan trapetsiya uchun diagonal kesishda BO hamda SOD uchburchak yuzlari doimo teng bo'ladi. Biz uni katta A harfi bilan belgilab olamiz. Xo'sh, BS tomoni davom ettiramiz va o'sha BS tomon davomiga B uchidan balandlik tushiramiz. Va uni keyin M harfi bilan belgilab olaylik. Demak, SD uchburchakning yuzi bizda S plus A plus oldiga teng bo'ladi. Keyin yana ikkinchi uchburchak BMD uchburchakning yuzini qaraymiz. Demak, bizda BMD uchburchakning yuzi ham ASD uchburchakning yuziga teng bo'lishi kerak. Ya'ni S plus A plus 6ga teng bo'lishi kerak. Demak, bizda bu SMD uchburchakning yuzi demak oldiligiga kelib chiqadi. Demak, MD AB balandlikka teng bo'ladi. Demak, uchburchakning yuzi 6 bo'lishi uchun demak SM katetimiz 3ga teng bo'lishi kerak. Pifagor teoremasidan x ni topadigan bo'lsak, demak yon tomonning 5 kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.